2026-yil 1-yanvardan boshlab soliq qarzini o'z debitoringiz hisobidan undirish imkoniyati mavjudligini bilarmidingiz? Bu haqda bilish uchun ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Soliq qarzi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq qarzini o'z debitorlari hisobidan undirish uchun debitori bilan tasdiqlangan o'zaro solishtirma dalolatnomani ilova qilgan holda murojaat qilishlari mumkin. Taqdim etilgan o'zaro hisob-kitoblarning solishtirma dalolatnomasiga asosan soliq organlari tomonidan 3 ish kundan kechiktirmay debitorning bank hisob raqamlariga murojaatchining soliq qarzi uchun inkasa topshirnomasi qo'yilishi ta'minlanadi. Yana bir imkoniyat. Ayrim hollarda soliq to'lovchilar o'z debitorlari bilan o'zaro hisob-kitob solishtirma dalolatnomasini tuzishga qiynaladilar. Shunday hollarda soliq to'lovchi o'zaro hisob-kitob solishtirma dalolatnomani bir tomonlama tasdiqlab, asoslantiruvchi birlamchi hujjatlar bilan murojaat qilsa ham bo'ladi. Bunda soliq organlari tomonidan debitorning shaxsiy kabinetiga 3 ish kundan kechiktirmay bildirishnoma yuboriladi. Soliq to'lovchining debitori bildirish xati olingan kundan e'tiboran 10 ish kuni ichida o'zaro hisob-kitoblarning solishtirma dalolatnomasini imzolashi yoki asoslangan holda rad javob berishi shart. Ushbu muddat ichida debitorlik qarz summasi asosli ravishda rad etilmagan bo'lsa, muddat tugagach debitorga belgilangan tartibda inkasa topshirnomalar qo'yilishi ta'minlanadi. Muhim eslatma: soliq organlari tomonidan undiruvning debitorlik qarziga qaratilishi soliq to'lovchini soliq qarzi to'languniga qadar soliqlarni to'lash majburiyatidan ozod etmaydi. Unutmang, soliq tizimi qonuniy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi.